pullarimni o'ynatib, manti pishirdim. Qaranglar, mini mantichalarimi? O'zbek narsalarim keladi, internetdan olanim, bilasizlar. Keyin sразу manti pishirdim. Anchadan beri o'zbek ovqat pishirmagandim. Yesim keldi. Xamirli ovqat baribir qon-qonimizda singib ketgan, yeyishimiz kerak shu narsani. Bismillahirrohmanirrohim. Qattiqlar bilan. Yeb tashlashimiz kerak. Bismillahirrohmanirrohim. Sho'rvasini to'kilishiga qarang. Rossa qo'lim guldab, o'zim maqtagan. Mazasiga shunday gap yo'q. Juda mazali. Buni Yuhi ham juda ham yaxshi ko'radi. Hozir keldi, solib beraman. Yuhi ham bizning o'zbek mantimizni yaxshi ko'radi. Yebilmaydigan o'zbek ovqati yo'q. Hammasini yeydi qizim. Shu katta etanimdan beri, shu 5 yoshdan Yuhiga qarab, qo'limda ko'tarib katta qildim. Shundan beri faqat o'zbekcha ovqatlar pishirib beraman. O'zbekistonga boranda qiynalmasin, ichi ketib qolmasin deb hammasini yeydi, o'rgana. Yuya, o'g'illar? O'g'illar? Nima? O'lchi. Juda ham yaxshi ko'radi. Hozir yuzini ko'rsatmay turibdi. Chunki maktabdan juda ham terlab, issiqlab kelan ham bilasizlar, o'tish davrida uncha videolar yaxshi tushmaydi. Lekin mashsa ana shirin ekan. Tom o'g'illar? Ja. Mashsa? Mana ko'rdingizmi? Osh bo'lsin, asal qizima. Sizlar ham manti pishirib yeb ko'ringlar. Mazasiga o'shim gap yo'q. Tayyorlanishi ikkinchi lichkamga, ya'ni ikkinchi profilimga qo'yaman.